Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan kreativ pedagogika fani yuzasidan kreativlik o'qituvchi innovatsion faoliyatining eng muhim xususiyati sifatida mavzusi bo'yicha suhbatlashamiz. Xo'p, darsimizni rejalar bilan tanishib o'tamiz. Ya'ni bugun sizlar bilan mashg'ulotimiz nomida kreativlik kompetensiya innovatsion faoliyatdagi o'rni va kreativlik shakllantiruvchi sharoitlar, o'qituvchining ijodiy roli va kreativ metod va texnologiyalar yuzasidan suhbat olib boramiz. Ya'ni barchamizga ma'lumki, bugungi kunda jamiyat va texnologiyalar shiddat bilan juda ham rivojlanib borar ekan. Ta'lim jarayonida yangicha yondashuvlarni barchamizga talab qilyapti. Shu bois bo'lajak o'qituvchilar o'zi demak pedagogik faoliyatda innovatsion usullarni qo'llay bilishi juda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Va ko'plab tadqiqotlar ijodiy fikrlashning 21-asr ta'limining ustuvor ko'nikmalaridan biri deb e'tibor etadi. Shu bois ertangi kun o'qituvchisi yangilikka ochiq, kreativ tafakkurga ega bo'lishi bugungi kunda juda ham zarur hisoblanadi. Shu asnoda kreativlik tushunchasiga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni kreativlik asosan ijodkorlik kabi ma'nolarni anglatib, ya'ni zamonaviy o'qituvchining asosiy sifatlaridan biri sanaladi. Chunki bu ijodiy yondashuvga ega pedagog darslarni qiziqarli, samarali va talabalarning ehtiyojiga mos holda tashkil eta oladi. Kreativlik tushunchasini atamasini ilk bor 20-asr 60-yillarda psixologiyada paydo bo'lgan ekan va bu yangi g'oya, tushunchalarni yaratish, yangicha ko'nikmalar hosil qilish qobiliyatini anglatadi. Ya'ni boshqacha aytganda, kreativlik bu shaxsning yangi, original yechimlar topa olish layoqati hisoblanadi. Gilford tadqiqotlariga ko'ra, kreativlikka xos individual qobiliyatlar qatorida fikrning ravonligi, o'ziga xosligi, ya'ni originallik, qiziquvchanlik, farazlar yaratish va boy fantaziya kiradi. Va ushbu sifatlar ijodkor inson tafakkurining serqirraligini ko'rsatadi. Umuman olganda, kreativlik insonning muammolarini, ya'ni nostandart hal etish va o'z bilimlarini odatdagidan boshqacha qo'llay olish orqali namoyon bo'ladi. Ya'ni ijodiy shaxs har bir vaziyatda yangicha yondashuv topishga o'z navbatida harakat qiladi. Kreativlik, ya'ni lotin tilidan create, yaratish, creative, yaratuvchi, ijodkor kabi ma'nolarni anglatib, ya'ni bu o'z navbatida individning yangi g'oyalarini ifodalaydi. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida o'z navbatida namoyon bo'ladi. Hozirgi ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuv amal qilmoqda va bu yondashuvga ko'ra talabalar faqat bilim emas, balki turli hollarda shu bilimlarni qo'llay olish ko'nikmalarini egallashi kerak hisoblanadi. Kreativ kompetensiya ana shunday ko'nikmalar majmuasida alohida o'rin tutadi. Kreativ kompetensiya o'z navbatida zamonaviy ta'limning dolzarb talabi hisoblanib, bugungi kunda har bir pedagog va talaba yangilik yarata olish, noodatiy yechimlar ishlab chiqish qobiliyatini shakllantirish zarur bo'lib xizmat qilmoqda. Bu nafaqat alohida shaxs muvaffaqiyati, balki mamlakatning innovatsion rivoji uchun ham juda ham muhim bo'lib xizmat qilmoqda. O'z navbatida kreativ innovatsion faoliyatning asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanib, ya'ni ijodkor o'qituvchi yangi pedagogik g'oyalarni ishlab chiqadi, ularni dars jarayoniga tatbiq etadi. Natijada ta'lim sifati o'z navbatida oshib boradi. Kreativlik bo'lmasa, yangilik yaratish jarayoni sustlashib, har qanday innovatsiya ortida albatta biz bilamizki, ijodiy, ya'ni fikr yotadi. Shu asnoda kreativlik shakllantiruvchi asosiy sharoitlarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Ya'ni ulardan ijodiy muhit, shaxsiy motivatsiya va intilish, malaka oshirish va treninglar, resurs va texnologik bazalar ularga misol bo'la oladi. Ijodiy yondashuvga asoslangan pedagogik metodlar quyidagilarni o'z ichiga oladi. Ya'ni bulardan muammoli ta'lim, loyihaviy ta'lim, rolli o'yinlar va dizayn fikrlash metodlari orqali
ular amalga oshirishimiz mumkin. Kreativ metod va texnologiyalarga to'xtalib o'tamiz. Asosan kreativ metodlardan biz aqliy hujum, ya'ni brainstorming usulidan keng foydalanamiz. Ya'ni bu usul ijodiy fikrlashni rivojlantirishda keng qo'llaniladi. Dars jarayonida o'qituvchi muayyan masala bo'yicha talabalardan erkin fikrlar yig'indisini so'raydi. Barcha g'oyalar tanqid qilinmasdan yozib boriladi. Natijada talabalar son-sanoqsiz original takliflar berishadi va keyinchalik ulardan eng ma'qullari tanlab olinadi. Xuddi shu asnoda klaster metodlaridan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni bu tushunchalar va g'oyalarni grafik tarzda tizimlashtirish usuli hisoblanadi. Masalan, mavzu markaziy doirada yozilib, u bilan bog'liq g'oyalar atrofiga shoxlaylar chiqariladi. Bu metod talabalarning o'z fikrini vizual tarzda ifodalashga, yangi bog'liqliklarni ko'rsatishga o'z navbatida yordam beradi. Xuddi shu asnoda biz dars jarayonida konseptual xarita, ya'ni mind mapping usuldan ham metodlardan foydalanishimiz ham mumkin. Ya'ni bu ham klasterga o'xshash bo'lib, ya'ni bilimlarni tuzilmasini chizma ko'rinishida aks ettiradi. Xuddi shu asnoda biz dars davomida turli xil axborot kommunikatsiya texnologiyalari va raqamli texnologiyalardan ham foydalanishimiz mumkin hisoblanadi. Ya'ni bunda o'qituvchi darsda interaktiv taqdimotlar, video darslar yaratadi. Onlayn test va o'yinlardan o'z navbatida foydalansa ham, bu kreativ dars hisoblanadi. Ulardan gamifikatsiya, o'yin elementlarini darsga tatbiq etish ham ijodiy yondashuv bo'lib, talabalarning motivatsiyasini o'z navbatida oshiradi. Shu asnoda dars jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish mumkin. Ya'ni bularga tanqidiy, kreativ tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan, ya'ni 6 ta shlyapa metodi, Scamper texnikasi, baliq skeleti, ya'ni fishbone deb ataymiz. Usuli nima texnikalar ham eslatib o'tish mumkin. Ya'ni bu texnikalar muammolarning turli jihatlarini ko'rib chiqishga, ijodiy fikrlar generatsiyasiga o'z navbatida xizmat qiladi ekan. Xo'p, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.